O'liklar shahri, Город мертвых. Izrailda o'liklar shahri bor. Город мертвых. Nimaga o'liklar shahri deb bilmoqchimisizlar? Qaranglar. Mana bu zdaniyani ko'ryapsizlarmi? Binoni. Ha? Mana shu binolar, bu bino mana qurilyapti yana. Yo'qda bino. Mana bu qabriston. Mana bu hammasi qabriston. Mana qaranglar, nima uchun o'liklar shahri? Qaranglar, binoning ichida qabrlar mana. Ko'ryapsizlarmi? Uy qurib berganlar, uy, qabrda. Mana qabr, qaranglar. Mana shunaqa. 4 etajlikmi, necha etajlik? Tippasi ham bor. Mana bu yerda bo'sh. Bu joy hali bo'sh. Mana bular bo'sh. Mana bu o'zi ana shunaqa o'liklar shahri bor. Город мертвых deyiladi. Keyin oddiysi bor mana, qabr oddiy tashqarida. Mana bu tashqarida. Qabrlar. 4 etajlik. Tepaga chiqamiz hozir, qani. Yuringlar qani. Tepaga chiqaman hozir. Qayerda chiqish, qayerda ekan bu yoqda? Qarang, tuprog'i ham tepadan to'kil ekan. Mana bu 2-etajga chiqdik. Qaranglar. Bu 4 etajli. Mana 2-etajdan ham qabr. Qaranglar. Binoning ichida qurganlar. Mana. Ham pivets bo'lganmi? Ashulachi bo'lgan. Ishonmasalaring mana. Bu tepadan mana. Qabriston. Ana shuna Город мертвых bor. Mana urus ekan, mana uruscha yozilgan Kogan. Mana shunaqa noodatiy qabriston bor Izrailda. Ko'rganmisizlar shunaqani? Ha? Yana biron joyda ko'rganmisizlar? Endi bu qanday? Necha yillab, necha asrlab turadi bu? Bu 4 etajlik. Hozir men 2-etajga chiqdim. 4 etaj. Mana. Вот такой кладбище есть в Израиле. Необыкновенное. Ana shunaqa qabr binolar kimni ishda mana qara. 1, orqasida 2, mana 3, 4, 5, 6 katta bu shaharchada. Juda ham katta territoriyasi. Ana shu yerda mana 1, 2, 3, 4 etajlik binolar, qabriston. Bu hali yangi. Bu yoqda eskisi bor. 2 ta, 3 ta. Mana buni orqasida ana shunaqa qabriston bor Izrailda. Воистину мы принадлежим Аллаху и к нему вернемся. Mana shunaqa.